Rezinga qaraydi вообще. Sinib ketaman debdi amili. Amili sinib chiqdi. Shok. Bir amallab chiqarib oldik. Endi o'zimizga yaxshi rezinkalar taqib yaxshi rezinkalar. Akbar remont keluvdik. O'tda ham xuddi shu muammo. Shamida. Keyin ko'p uylarda mana bunaqa zamon qo'yib ketadi, kichkina. Ko'rasizmi? Shunda o'zi mana bundoq teparoq tursa, tepasi bilan ushlaydi. Hozir mana buni o'zi ushlab turibdi. Mana shu joy to's havo turadi. Maksimalni hozir to'g'rilab beramiz. Rezinkalarni almashtirdik, hammasini to'g'ri chiroyli qilib zamon qog'ozni dedilar. Hamid. Shunga qaramasdan hozir tepasi zazor yo'q. Mamedni hech narsa ushlamagan taqdirda ham bulutni yopilgan qilib berdik. Mana pastlari ham. Zamon shu turibdi. Og'izdan bitta yo'qoldi. Ko'chaga yuramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'yib ko'rasizlar.